Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana 200 talik Xitoy pompamizni qo'shdik. O'zimiz Olot tumani Ramzabir daryosiga qo'ydik. Xo'sh, so'rish chiqishiga 27 metr turba ketdi. Mana shu stikdan pastiga 8 metr. Opshi so'rishi chiqarishiga 27 metr turba ketdi. Xo'sh, 200 talik nasos, 18 kilovat motor, 460 tonna litr sekundiga suv beradi mana shu pompamiz. Ovozi tiniqqina mana. Xo'sh, mana shitlari. Xo'sh, avtomat, magnitoskotel, xo'sh, G3, G5lar bilan qo'yganmiz, farzandlashtiruvchilar bilan. Mana olayotgan pusk, stop knopkalari, mana olayotgan amperlari. Mana olayotgan amperlari. Xo'sh, 20 amper. Xo'sh, 20 amper. Xo'sh, 26 amper olyapti. Bu degani akalar, xo'sh, 11 kilovat motori to'kida kuchida ishlayapti. 11 kilovat rasxod qilib turibdi. Mana 18 kilovatdan qo'ygan, mana ovozlar tiniqqina. Mana podiumlari, mana 500 talikda turibdi. Hozir ular rasxod katta uchun mana shulardan qo'ydik. Mana flanslar bilan qo'yganmiz. Xo'p. Mana nasosni stansiya pochta. Mana ovozlari tiniqqina. Chaptir mana podiumlari. Mana suv chiqarishi juda dahshat. Juda dahshat. Mana chiqarishlari juda dahshat. 2 metr joyga to'ldirib ataryapti mana. 200 talik Xitoy pompamiz o'sha mashhur bo'lgan 200 talik Xitoy pompa mana suv chiqarishlari juda dahshat. Barakalar xursand bo'ldi. Mana o'sha joyga qo'yganmiz. So'rish chiqishini o'ziga 27 metr turba ketgan. Mana yonda 500 talik ishlab turibdi. Xo'sh. Ana biz qo'ygan nasoslar, ko'k nasoslar turbalari bilan qo'yganmiz. Xuddi shu nasoslarni 2 yil burun qo'yib ketganmiz. Mana qarashlari mana qilib qo'ydik. Dahshat suv chiqaryapti. Mana chiqarishlar juda dahshat. Mana ketdi akalarni 3 kilometr joyga suv haydaydi. 3 kilometr ariq bilan haydab boradi. Mana suv chiqarishlari. Xo'sh, mana. Xo'sh, balandligi 5-6 metr, uzoqligi 1 2 3 4 5 6 7 8 20 metr chiqishi. Başta 20 metr chiqishiga ketdi. 18-19 shu atrofda 20 metr, например, turbalari ketdi. Mana o'sha biz qo'ygan nasoslar 18,5 kilovatli 2 tane yoqib qo'yganmiz. 2 yildan beri zo'r ishlayapti. Mana ishlashlari mana. Xo'sh. Kimga mana shunaqa nasoslar kerak bo'lsa, aka Afrikani nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana 200 ligi, 250 ligi, 300 ligi, 400 ligi bor. O'rnatib suvlaringizni chiqarib beramiz. Dastavkalari bor. Agar kimga nasosini o'zi turbasiz, elektroshitsiz kerak bo'lsa ham berib yuboramiz akalar. Motorlari garantiya. 1 yil kafolati bor. Mana ovozlar tiniqqina. Domir bersa Xudojon uzoq vaqt ishlab beradi. Ana shitlari, chiqarishlari ana podiumlari. O'sha joyga ketdi akalar. Dahshat suv chiqarishlari. Mana yana bir amperlarni to'kishlarni ham ko'rsatadi. Mana avtomat magnitoskotel sovetskiy qo'yilgan. Xo'sh, G3, G5lar relalargacha qo'yilgan. Mana pusk stopka knopkalari, avlotgan amperlar mana. Mana o'chirib yoqadigan variantlari bor. Mana. Xo'sh, 26, 28, 19, 20 amper oladi. Mana pusk stopka knopkalari rozetkalargacha qo'yilgan. Mana ishlashlari, suv chiqarishlari dahshat. Xo'sh, mana bu 500 taliklar ishlab turgan akalar, rasxod juda katta. Kichikroqdan qo'yib beringlar dedi, qo'yib berdik. Xudo xolasa zavod ishlab beradi.
Mana biz qo'ygan 18,5 kilovatlik. Qo'yganimizda 2 yil bo'lgan, 2 yildan men ishlab turibdi. Muammosiz. Egar fermer egalarining o'zlari keldi, ko'rishdik, gaplashib oldik. Juda zo'r Sunnatjon dedi. Ishlashlari juda dahshat, rasxodlari yo'q. 2 yildan beri ishlatyapmiz, nasozlari, motorlariga qo'l urganimiz yo'q. Juda zo'r, minnatdormiz deyishdi. Akalar bizlarga shu minnatdorlik paddeshga beradi. Hozircha bular o'chib turibdi, suvni chiqarish iloji yo'q. Fermer akalar elektr energiyadan ozmuncha hisob kitobimiz bor, keyin qo'shamiz deyishdi. Hozir yana bir qator suvni ko'rsatib o'taman. Mana bugun qo'yganimizni mana suvlarni mana flanslar bilan qo'yganmiz. Mana akalar suv chiqarishadi. Juda dahshat, bomba. Kimga mana shunaqa nasoslar kerak bo'lsa akalar, o'rnatib suvlaringizni chiqarib 1 yil garantiyalarini beramiz. 1 yil kafolati bor. Nasos, turba, elektroshit, kabel hamma narsasi o'zimizdan 1 yil garantiyalar bor. Rahmat akalar, sog' bo'lasizlar. Fermer akalar, dehqon akalar, kimga mana shunaqa nasoslar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aksana bir nomer qoldiramiz. Rahmat, sog' bo'lasizlar.